Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Andijon shahriga yasab bergan kataklarimiz ham tayyor bo'ldi. 125 ga 230 lik katagimizdan 2 dona zakaz qilishgan edi. Xuddi shunday holatda qilib. Bilasizmi, saponli taylarni tortmalar bu. Tashqi tarafdan tuxumlarni olgan mana chiroyli holatda 3 xonaga bo'lingan qilib chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Don idishlari har doimgidek tashqi tarafdan donni berasizlar. Qo'yib olsangiz ichki tarafga yechilib oladigan bo'lgan. Taglarida tortmalari bor. O'rtacha kattalikdagi 10-15 ta tovuqqa mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, qishlagani o'zimizda joyimiz bor. Bu katayda asosan yozlagani, yozda issiq mavsum uchun olyapmiz deganlar uchun, qishki mavsumga o'tganida chiroyli qilib eshikka qo'yib berasiz deganlar uchun mana xuddi shunday holatda qo'yib berganmiz. Orqa tarafga bemalol o'tib ketishaveradi, oydan kirib chiqib yuraveradi. Ikkala qafasimiz ham xuddi shunday holatda mana ko'rishinglar mumkin. Ipsi orsalangan orqa tarafda eshik ochiladi. Qo'yib yuborsa mana keladi. Xo'p, kataylarimizdan zarur bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xuddi shunday holatda chiroyli qilib bitkazib beramiz.